Bugun biz yangi ashulamizni kommentariyasiga kelgan kommentlarni o'qiymiz. Negativ kommentar chiqdimi o'zi? Nima qolsan? Achki qidiryapman. Voy, o'sha videoni boshlab bo'ldim, boshqatdan boshlamayman videoni. Bo'pti, davay. Ibo o'rtada muzikali pauza qilib achkita qoldi. Boshida yo'q edi. Da o'qi. Bizda faqat shu ashula bo'ladi. Bu zo'r-ku. Bizni planimiz ham shu-ku, opajon. Jangiz. Lekin sochalarim yodlasin ko'proq. Tak, bitta it olib kelib bovullatib qo'yarmaslar. Sen nima izdemoqchimisan mani shu bilan? It va senni chanchashulasi. Bu joyini men 100% kesib tashlamaydi. Yaxshi, lekin menga yoqyapti kommentariyalar paka. Tamam. Sen ko'rasanmi? Sani joying qiziqmas bolalarga, menda meni joyim yotlashgan. Wow degan joyni yotlashgan. O'sha it bo'lsa ham o'sha yotlangan o'sha joyi. Demak qiziq shu narsa. Tushundingmi? Yana bir oy azoblan. Bir oy emas. Ko'proq azoblanish kerak. Va chunki bizning hali proyektlarimiz ko'p. Keyingisi baba. Baba yaxit. Oppa. Da, o'sha zo'r. Ipon ikkinchi ismi Shazam.